Yilning eng yaxshi koreys kosmetikasi e'lon qilindi. Olive Young Awards 2025. Yilning eng yaxshi toneri Doctor Toner. Ikkinchi o'rinda Anua. Bular ikkalasi 4-5 yildan beri birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelishadi. Eng yaxshi sivaratka Toriden Diving Hyaluronkali serum. Juda yengil namlantiradi. Praktiski hammaga to'g'ri keladi. Eng yaxshi krem, qarang, birinchi o'rinda Estra, ikkinchi o'rinda Dr. G Red Blemish. Birinchisi quruq terilar uchun, ikkinchisi yog'li terilar uchun. Eng yaxshi maska Toriden maskasi. Eng yaxshi toner padlar Mediheal, Skin Food, Abib, Medicube. Hammasi juda mazza. Eng yaxshi SPF, bilmayman nechinchi yil podryad Round Lab beryozavi SPF absolyutno loyiq birinchi o'ringa. Eng yaxshi tozalovchi vosita Manyoni sariq gidrofilkasi. Eng yaxshi kushon Jungsemul. Bu yutish aniq edi lekin. Bilardim. Eng yaxshi tin Romant 03 dagi Bear Grape ni yoqtirishar ekan ko'proq odamlar. Eng yaxshi tana uchun namlantirish Illion. 2025 g'oliblar spisigini tuzish uchun 100 millionta xaridlarni hisoblashgan. Shunga bu odamlarni tanlovi. G'oliblar orasida siz ishlatadigan kosmetika bormi? Komment etib keting.